Hammaga do'stlar. Sizlar opa-singil kanali, sizlar bugungi videomiz biza. Qalaysizlar do'stlar? Bugungi videoda meni sovg'alarimning ikkinchi qismi bu. Obzorchik qilamiz. Hozir mana. Hop, endi biz mana bundan boshlaymiz. Hop, oldin mana bitta singlim berdi buni. Tasbih. Shunaqa tasbih. Va taqimcha ola uzuv. Voy. Nechmat. Ana. Tasbih. Bu o'sha ro'molga taqadigan uzuv qaranglar. Va bu anaqa. Bu ham ro'molga taqadigan. Bu mana shunaqa. Endi voy. Hadi tıkvalayalım. Oldingi videomuzda mana shularni bloknot naklikalarni va bilan ko'rsatdim. Mayli, yana bitta ko'rsataman. Bunaqa atir, hidi shunaqa shirin. Qarang. Qasib ko'ra. Voy, oqvat. Hidi vashim shirin bor-ku. Unaqmi? Ha, vashi shirinagina do'stlar. Ana. Va bunaqa singlimga tog'am berdilar. Ventilyator qarang mana. Ventilyator. Buni tog'am berdilar menga. Singlimga-da. Va buni mana shunaqa krem, qo'lga krem buni kinimga berdilar. Kinim menga berdilar. Va super kley. Pistolet kley. Mana bu o'sha qarang. Buni ko'rsatdim, bu kiyim bilan ishton. Kiyim bilan shim. Va mana tog'am mana shunaqa menga ventilyator berdilar. Va bu yerda adamning sovg'alari. Va bu jonim menga mana bunaqa sharf berdilar. Ro'molda. Mana ro'molga kiyadigani. Hop. Ro'molga kiyadigan. Ochib bersa. Ro'moli mana shunaqa. Yop qo'y endi. Mana shunaqa. Endi buni ko'rsatdim. Bloknot. Qani, tugasa. Buni ishladim, bu tugasa, men buni ishladim. Bu tugasa, men buni ishladim. Bu tugasa, buni ishlatamiz. Bu bloknot oldingi birinchi qismda ko'rsatuvdim. Qaranglar do'stlar, mana har xil. Buni ko'rsatganman birinchi qismda. Ruchka, bitta ruchkam bor edi. Uni hozir anaqada anaqa kelib ruchka va o'chiradigan ruchka. Bu anaqa mana. Stiker, bloknot va bloknotli nakleyka, bu ham stiker. Va bu yerda nakleyka bor. Va aka menga sovg'a berdilar, lekin uni yeb qo'ydim. Shokoladi bor, u lekin turibdi. Va do'stlar, mana shunaqa sovg'alar bo'ldi. Endi do'stlar, biz videomizga yakun yasamizda like bosinglar. Kibeqdir. Like bosinglar, podpiska bo'linglar va kolokonchik bosishni unutmanglar do'stlar. Hayır, sizlarni likeinglar bizga motivatsiya bo'ladi. Mana. Xayr. Hammaga xayr. Keyingi videolarimizda kutib qolinglar.